Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar, qadrli insonlar. Sog'misiz? Omonmisiz? Umrning hech tugamasdek ko'ringan yo'llaridan o'z manzilingiz tomon ohista yurib boryapsizmi? Albatta, bu yo'llarda faqatgina siz aziz insonlarga yaxshi va ezgu amallar yo'ldosh bo'lishini tilab qolaman. Bugun yangi faktlar kanalimizda ajoyib bir eshittirish, ajoyib bir tub burilishni boshladik. Bugundan kanalimizda taniqli adib Xayriddin Sultonning turli yillarda yozilib, o'ziga xos shaklda tartib berilgan 31 ta hikoyasi jamlangan 364 kun nomli hikoyalar to'plamidan birma-bir juda ham ajoyib, juda ham tengsiz haqiqiy asar deb ataladigan hikoyalarni o'qib eshittiramiz. O'ylaymanki, bu hikoyalar sizning qalbingizdan chuqur joy oladi. U sizni fikrlashga, o'ylashga, his qilishga undaydi deb qolaman. Hikoyalar to'plamining nomi 364 kun bo'lganligi uchun biz ham birinchi hikoyani 364 kun deb nomlangan hikoyadan boshladik. O'ylaymanki, nega bunday nomlangan ekan degan savol sizni qiziqtiradi. Va aytmoqchimanki, hikoyaning so'ngiga qadar siz bu savolga javob topasiz. Tinglashga tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 364 kun. Birinchi kuni Afzal ko'chaga cho'ntagini to'ldirib chiqqan ekan. Soy bo'yida o'ynab yurishganida og'ziga tikilib turgan matlabga bir dona qurut berdi. Afzal matlabga yoqib qoldi. Kechqurun onasidan "Afzalchi, menga qurut berdi. O'rtoq bo'lsam maylimi?" deb so'radi. Onasi "Yaxshi bola ekan. Mayli, o'rtoq bo'lgin" dedi. Ikkinchi kuni ko'chadan chang to'zonga botib keldi-da, dadasiga "Dada, o'rtog'imchi meni xo'jagiga mindirdi" deb maqtandi. Dadasi "Kim u o'rtog'ing?" deb so'ragan edi. U "O'rtog'imni bilmaysizmi? Afzal-da" dedi va dadasining shundoq yaxshi bolani tanimasligidan behad ajablandi. Uchinchi kuni Afzal tanaffus payti unga 2 ta qurbaqa pero berdi. O'z-o'ziga butunlay. To'rtinchi kuni algebradan komissiya yozma ish olganida Afzal oldin o'zining, so'ngra matlabning variantini ishlab berdi. Parta ostidan asta uzatib, u bilintirmay ko'chirib oldi va Afzalni yana ham yaxshi ko'rdi. 5-chi kuni darsdan qaytayotganida 7B'dagi Qosim laylak orqasidan kelib, oyog'idan chalib yubordi. U asfalt yo'lga yuztuban uchib ketdi. Afzal abjirlik bilan suyab qoldi. So'ng bo'yi o'ziga 2 ta keladigan Qosim laylakdan tap tortmay, papkasi bilan aft basharasiga qarab soldi. Boplab matlabning o'chini oldi. 6-chi kuni matlab xotira daftariga shunday deb yozdi: Afzal, mening jonajon do'stim, kecha M'ga yozgan xatimni olib borib berdi. 7-chi kuni Afzal matlabning uyiga keldi. Qora xuftonga qadar tomsovoqqa birgalashdi. Kechqurun osh yeb o'tirishganida matlabning onasi ularni qiyomatli do'st bo'linglar deb duo qildi. 8-chi kuni darsga shoshib kelisharkan, osma ko'prikdan yiqilib matlabning oyog'i sindi. Afzal uni opichlab kasalxonaga olib bordi. 9-chi kuni matlabning dadasi shunday dedi: Mayli, modomiki Afzal iltimos qilib kelibdimi, institutga borganing bo'lsin. 10-chi kuni matlab ulkan shaharda na ijara, na yotoq topolmay sargardon yurganida Afzal uni o'zining yorug' va issiq xonasiga, kampir ayaning uyiga olib borib joylashtirdi. 11-chi kuni kechasi Afzal uning aqli yetmagan kurs ishini bajarishga kirishdi. Tugatib, bundoq yoniga qarasa,
Do'sti allaqachon uxlab qolibdi. U kulimsirab matlabning ustiga ko'rpa yopdi. 12-kuni Afzal Moskvadan aspiranturaning bitiruv imtihonlaridan bir haftaga ruxsat olib kelib, matlabning to'yida kuyovjo'ralik qildi. 12-kuni matlab Afzalning uyiga borib, bir boshpana olmoqchi ekanini aytdi va 2000 so'm qarz so'radi. Afzal bergan 4000 so'mni olib qaytarkan, hovli olsam, hali mebel ham kerak bo'lar. Afzalning tanishi bormikan deb o'yladi. 111-kuni matlabni bo'lim mudirligiga tayinlashdi. Ichi qora, hasadgo'y g'animlar Afzal degan amaldor og'aynisi sim qoqqan emish deb gap tarqatishdi. 237-kuni tong saharda Dehlida xizmatga turgan Afzalni telefonga chaqirib qolishdi. Matlab, qizi qattiq og'rib qolibdi. Ko'hna hind tabobati biladigan noyob bir dorixona em bo'lishi mumkin ekan. Afzal to'ppa-to'g'ri favqulodda va muxtor elchining huzuriga kirdi. Ertasiga o'sha noyob dori diplomatik aloqa kanallari orqali beto'xtov Toshkentga jo'natildi. 279-kuni Afzal matlabning arizasiga qo'l qo'yarkan, mashina muborak endi dedi va shu zahoti mana ustimizdan yana bitta anonimga tushadigan bo'ldi deb kulimsiradi. 288-kuni matlab dardini aytib borganida Afzal uni qattiq koyidi. So'ng to'g'ri M'ning uyiga boshlab bordi. Qaraganda bu nima qiliq deb o'zicha bir umrga yuz ko'rmas bo'lib olgan xotinni yarashtirib qo'ydi. 322-kuni Afzal rektorga qo'ng'iroq qilib, mehnat zaribdori Matlab Mansurovning o'g'li qabul qilinmasa, judayam uyat ish bo'lishini aytdi. 354-kuni bir gazeta redaktori Afzalning huzurida tik turib axborot berdi. Matlab Mansurovning ustidan tushgan xat bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Xotiringiz jam bo'lsin. U kishini xijolatga soladigan ish bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. 364-kuni Afzal telefonda kimgadir shunday deb iltimos qildi. Endi birodar, bu matlabning emas, mening qizim. Tushundingizmi? Faraz qilingki, men o'zimning qizimni o'zimning kuyovim uchun so'rayapman. Ha, Yamanga, xizmat safariga. Qani, oldin 2 yilga borishaversin-chi. Rahmat, umringizdan baraka toping. 365-kuni Afzal o'ziga umidvor termilib turgan matlabga qarab, iloji yo'q, qo'limdan kelmaydi dedi va kresloga horg'in cho'kib xo'rsindi. Afzalning o'zi ham matlabga yoqmadi. Birinchi kuni dunyo ko'ziga qorong'u, o'zini qo'yarga joy topolmay yurdi. 2 ko'zi telefonda bo'ldi. Albatta Afzal telefon qilar, uzr so'rab, xushxabar aytardi. 2-chi kuni soqov bo'lib olgan telefonga tikila umidini uzdi. 3-chi kuni alami dilidan tiliga qarab o'rmaladi. 4-chi kuni Afzal haqida kimlarga o'zi boshidan ma'lum edi-ku, shu nokasga galinib yurgan asli men ahmoq deb o'yladi. 5-chi kuni shu fikrni xotiniga aytdi. Xotini yo'g'ey degan edi, kechqurun ovqatni sho'r qilibsan deb rosa urdi. 6-chi kuni choyxonada choy ichib o'tirarkan, ha endi do'stimiz yaxshi odam u, shu paytgacha inson bolasiga yaxshilik qilgan emas dedi. Choyxo'rlar unga yalt etib qarashdi. Bunga sari uning g'azabi yanada oshdi. 7-chi kuni choyxonada shu gapni tag'in takrorlaganida choyxo'rlarning ayrimlari ma'qullab bosh irg'ab qo'ydi. U esa xuddi ko'ksiga muzdek shamol tekkandek yengil tortdi. 8-chi kuni bir ma'rakada Afzalning ta'rifi bo'lganida u tovush chiqarmay kuldi. Ma'raka ahli buni sezib bir-biriga ma'nodor qaradi. 9-chi kuni dam olish uyida bir guruh odam televizordan odob axloq mavzuida ma'ruza qilayotgan Afzalning so'zlarini tinglayotganida
matlab chuqur so'lish oldida qani edi shu gaplarga avvalo o'zimiz amal qilsak dedi. So'ng davradagilarga shunday izoh berdiki, bir nuroniy mo'ysafid beti qursin bu iymonsizning deb televizorni o'chirtirib qo'ydi. 10 kuni matlab to'y qildi. Afzalni aytmadi va surishtirgan yori birodarlarga ha, u kishi aytgan edik, bizni nazarlari ilmagan bo'lsa kerak deb javob qildi. 199 kuni u qadrdon bir do'stining ta'ziyasida motam tutib o'tirarkan, dunyo bo'lib Afzaldayin xudbinni ko'rmagan bo'lsa kerak. Mana shu birodarimizni ham Afzal o'ldirtirib yubordi deb o'rtanib o'q tortdi. 206-kuni Afzal haqidagi fikrlariga bir kimsa e'tiroz bildirgan edi. Matlab undan qattiq ranjidi va ertasi kundan uning ismini ham Afzalning nomi bilan xutbaga qo'shib o'qiy boshladi. 292-kuni u xizmat safaridan qaytib kelgan qizini ko'rgani bordi. Kuyovi qo'yarda qo'ymay kabinetga olib kirdi. Yaman manzaralari aks etgan suratlar orasida Afzalning ham portreti devorda osig'liq turardi. U behad achchiqlandi. Yuvuqsizning basharasiga qarashdan or qilib, oshga ham o'tirmay uyiga jo'nadi. 310-kuni Afzalning yubileyi bo'ldi. Gazeta jurnallarda qutlovlar chiqdi. U yuksak mukofot bilan taqdirlandi. Afzal xotini bilan birga kelib, maxsus aytib ketganiga qaramay, matlab yubiley kechasiga bormadi. Boradigan oyoqlarini chopib tashlashga ham tayyor edi. Eshikni ichidan qulflab, hamma chiroqlarni o'chirib, go'yo otasi qaytadan o'lgandek motam tutdi. 354-kuni matlabning sabr kosasi to'lib toshib ketdi. Qo'li beixtiyor qalamga yugurdi. Afzaldek uchiga chiqqan o'g'ri, muttaham, poraxo'r bir kimsaning nomzodini saylovda qo'yish mehnatkash xalqqa nisbatan borib turgan haqorat ekanini mehnatkash xalq nomidan yozib yubordi. Afzalning qanchalar mansabparast, oshnaparastligini isbotlash uchun jahl ustida o'zini ham ayamadi. Afzal unga qachon nima bergan, qanday yordam qilgan, barini yozdi. Endi matlabning butun umidi ertadan, 365-kundan. Mana azizlar, hikoyamiz ham bir fursat o'tmasdan oxiriga yetdi. O'ylaymanki, qilgan kamchiliklarimga e'tibor bermaysiz. Bundan keyingi hikoyalarda albatta sokinroq, samimiyroq qilib o'qishga harakat qilaman. Kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling. Nafaqat o'zingiz, yaqinlaringiz, yaxshi insonlarga ham bu hikoyani yetkazing. Men faqatgina o'zimiz emas, balki tilimizni biladigan, tushunadigan, dunyoning qaysi burchagida bo'lsa ham bizni anglaydigan insonlarni mana shu hikoyani o'qishlarini juda ham istardim. Omon bo'ling azizlar. Keyingi hikoyalarni o'zingiz tanlaysiz. Men albatta o'qib beraman. Video ostida ro'yxatni qoldiraman. Xayr, omon bo'ling.